Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tongotda yangi kun boshlandi. Yaxshi kayfiyat va baraka tilaymiz sizlarga. Bizning efirimizda sizning samimiy so'zlaringiz, tilak va tabriklaringiz ham yangraydi. Hozir esa bizga yetib kelgan ilk tabriklarni o'z egalariga yetkazishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shirin so'zli, chiroyli yuzli, shirin so'zli Nasibaxon onamiz bilan bog'landikmi? Alo, kim bu? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nasibaxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Alo. Alo, Nasibaxon onamiz bilan bog'landikmi? Ha, bog'landilar. Onajonim sog'misiz, salomatmisiz? Ha, yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi onajonim? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin onajonim. Rahmat. Ayni damda biz sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan bezovta qilyapmiz onajonim. Ha, rahmat. Birozgina vaqtingizni olsak maylimi? Ha, ayting. Ha? Boringizga shukr onajonim. Allohim sizni sevgan bandamdir desin, Rasululloh chin ummatim desin, yurgan yo'llaringiz nurlarga to'sin, olgan har nafasingiz ibodat bo'lsin. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz muborak bo'lsin onajon. Boringizga shukr onajon. Bizning loyihamizga siz uchun chiroyli tabrik va dilnomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'ra olasizmi, kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin? Endi jiyanlarim bor, nevaralarim bor, kelinlarim, bolalarim, Xudoga shukr. Albatta onajonim, barcha yaqinlaringiz tabriklab qoladi. Va albatta bizga murojaat qilgan qiz keliningiz Mohigul opa bilan o'g'lingiz Ilhomjon aka bo'ladi onajonim. Ha, rahmat. Boringizga shukr onajonim. Ijozat bersangiz shu qiz keliningiz Mohigul opani qalbdan chiqqan dilnomalarini, tabriklarini ijozatingiz bilan o'qib eshittirsam maylimi? Rahmat. Ha, Assalomu alaykum aziz va muhtaram onajonim. Sizni bugungi muborak tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Siz faqatgina oilamizning kattasi emas, balki mehr, muruvvat, aql va hayot tajribasining timsolisiz. Menga nafaqat yaxshi qaynona, balki eng mehribon onadek bo'lib, doim qo'llab-quvvatlab kelmoqdasiz. Sizning duolaringiz, yaxshi gaplaringiz va iliq munosabatingiz menga kuch va ruhlantirish beradi. Yaratgan Robbim sizni doim sog'-salomat, xotirjam va xursand qilsin. Umringiz uzoq va bardavom bo'lsin. Bizga doim bosh bo'lib, duoda bo'lib yuravering. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Kelin emas, doim qizim deysiz. O'ziz qolib mening g'amim yeysiz. Tug'ib bergansiz menga shunday yorni. Oyijonim, sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr deb qolar ekan onajonim. rahmat. Katta rahmat. Boringizga shukr. Ijozat bersangiz albatta chiroyli she'rlar ham bor ekan, o'qib eshitiraman onajonim. Chiroyli siz gullar naslidan, go'zallarning naqshsiz onajon, qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz oyijon. Bu baxtimiz siz borsiz, bu baxtimizdan darak, so'zlaringizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar bizga ne kerak, siz hammadan yaxshisiz oyijon. Siz borsiz alam bizga boqmaydi, ko'zlarimizdan yoshlar oqmaydi. Bo'lmasangiz bu dunyo yoqmaydi. Siz hammadan yaxshisiz oyijon. Mehringizda oramda jonimiz, omad o'rab turar to'rt yonimiz. Fayzlidir sizlar o'tgan har onimiz. Siz hammadan yaxshisiz oyijon deb qolar ekan onajonim. Rahmat. Va albatta onajonim, ijozatingiz bilan o'g'lingizni ham sizga atagan chiroyli she'rlari va qo'shiqlari bor. Inshaalloh she'rlardan keyin qo'shiqlarni ham qabul qilib olasiz onajonim. Tunda oy shulasi yoritgan paytlar, shunda ona deya yozaman baytlar. Onam bor kelmaydi sira bir dardlar. Bugun volidamning tug'ilgan kuni, ko'zlari munchog'im, yuzi oftobim, baxtli onlarga boy umr kitobim. Bu hayot yo'lida bo'lgan chirog'im, bugun volidamning tug'ilgan kuni deb qolar ekan o'g'lingiz Ilhomjon aka onajonim. Rahmat. Yaqinlaringizga salomlaringiz, dilnomalaringiz bo'lsa onajonim yozilib qoladi. Rahmat. Tanjani sog' bo'lsin, bolalarim ham hammasi umri uzoq bo'lsin, hamisha qo'shqonlari bilan qo'sha qolsin bolalarim.
uy ichi bola chaqasi bilan tinch bo'lsin. Katta rahmat. Boringizga shukr. Chiroyli taronalarimiz ham o'g'lingiz nomida yangrab o'tadi. Qabul qilib olasiz onajonim. Rahmat. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Bo'lisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Onajonim, yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr. Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling onajon. Xudo rahmat.